Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edi. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bu qoldi ana navrimiz. Az edi. Mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon ataldi. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qoriq tugiga o'xshab qoldi. Tova, uni jodiga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan to'dan tulki ishkanligini nerdan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'z degan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo yurtni qo'yib, o'rimchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Yaqinda cheriklardan bir necha tal parang miltiq o'lja otdi. Hozircha texi cho'ng janglarmi bo'lmabdi. Temir qalpa bu mehmonlarni obdan kutishni Shakirga topshirdi va turpan qo'zg'olonchilariga qanday yordam berish to'g'risida atsi o'z hamrohlari bilan kengashdi. Kengashda Temir qalpining turpan qo'zg'olonchilariga 80 tal miltiq, 1000 tal o'q avatib berish degan fikriga Saypong to'xtidan boshqalarning hammasi qo'shildi. Ondan sehiyli qiliversak qandaq bo'ladi? Odamlarimiz kundan kunga ko'payyapti. O'zimizga yetishmayotganda turpanliqlarga munchavala yaroq berishning nima hojati? Qo'ynodan to'kilsa qo'njinga deb tikan. Bizdan turpanliq qarindoshlar kesin nim bo'pti. Dedi iri palgan. Nim bo'pti deganlar nimasi? Kuchi yesa turpanliqlarmi qumulliq arlarga o'xshash qon kechib yurib, qo'ral yaroqni o'z topsin. Ay to'xtaxon, dedi Temir qalpa sal qoyib. Turpanliq, qumulliq deganlar nimasi? Boyning qayoshi, gadayning deb tikan. Hammamizning niyati bir. Oq ish, ko'k ish, hammasi bir ish. Shomaq bilan Lükchinvoqning nima farqi bor? Turpanliga qarindoshlarimiz texmi kuchlanib, Lükchinvoqning adibini bilsa, hammamizga yaxshi emasmi? Uning ustiga Shomaq bilan Lükchinvoqning yaqin tuqqan ekanligini unutib qoldilarmi? Mening deganim, men o'zimizning g'imini yavatiman. Munchavala qo'ralni qo'ldan chiqarib qo'ysak, o'zimizni ish qilamiz davatiman. G'am yemisizlar? Buda o'rimchidan kelgan cheriklar bizga yana qo'ral kelib berdi. Zambiraklarga ega bo'lamiz dexe, ha? Saypong to'xti gap qilmay kirpidak tugilib oldi. Uning o'riqini kelgan gavdasi texmi kichiklab, qonsiz, yog'oq yuzlari purilib ketayotgandek ko'rinadi. Saypong to'xti 40 yoshlardan oshgan kishi bo'lib, saypongliq uning oti kasbi edi. 10 necha yil burun onasi qazo topgandan buyon butun bir oilaning g'ami uning ustiga tushib qoldi. Qirishqandek keyingi chaqlarda xotini Mariyaxon 2 qitim qo'shkezak to'qib, uyini bola besib ketdi. Men qilsimo, yengli ishi bilan 8 jonni beqish haqiqatan taskab edi. Uning ustiga bey xo'jalarning olviniga tutilib, oylar bekorga ishlash bilan o'tib ketadi-da, hunarning zoda barkiti bo'lmaydi. Aylar, yillar shundoq o'tavergan seri, u shundoq bir sapra odam bo'lib qoldiki, uningga hamma narsa, hatto o'zining xotin bolalarimi sat ko'rinadi. Yo'qolang ishlarga chechilib, ha desala xotin bolalarini uratdi. Keyin yuz ko'zi ko'kirib ketgan xotiniga qarab, ichi seyrilib ketadi-da. Xafa bo'lma xotin. Hammani qilgan mushu yo'qsizlik. Tushimga ayon bo'lyapti. Menga bir g'oyib xazina uchrab qoldigandek turdi.
O chaqda bizmi boy bo'lamiz. Hamma xopiliq tugaydi. deb uni baslaydi. Darvaqa u hamisha biror g'oyib xazina uchrab qolsa deb xiyol qiladigan bo'lg'achqa, uning tushiga qiziq ishlar kirib qoladi. Mundaq chaqlarda darhol ta'birnoma degan tush kitobini ixlos bilan varaqlab chiqadi-da, xotiniga qarab so'zlab ketadi. Qara, mana demedimmi? Xudoyim buyursa, menga bir yaxshilik bor. Beshimga davlat qushi qo'nidigandek turadi. Shamaqstvang balaliq chaqlarda Narnasu degan tog'dagi bir mo'mayning qo'yni baqqan ekan toq. Bir kuni tushida to'lin ayni ko'ribdi. To'lin ay osmondan tushib, uning qo'yniga kiribdi-dak. Shundan keyin Mehribon Pujong uni qumulga akilib, o'zining qizini bergan va keyin o'zining o'rniga vang qilgan. Ko'rayotgan tishlarimga qaraganda, vang bo'lolmasammi, cho'ng bayladim bo'lib qoldigandek turaman. Biroq uning ko'rgan tushlari tushpeti qiliverdi. Yash 40 dan oshqicha yilqi g'oyib xazinlarning birimi uningga uchramadi. Aksicha rahimsiz turmush g'amlari xuddi bir tog'dak yelkasidan besib uni muhchaytib qo'ydi. Bir kuni Hoshir Tayji uni o'rdisiga chaqirtib kelib, oldiga bir kiyimlik yeshil movutni tashladi. O'ziga o'lchab to'n tikib berishni buyurdi. To'xtaxon ko'nrab ketgan qo'l mashinasini o'rdiga akilib ishga tushdi. Baya o'lchib olgani bo'yicha raqtni kesayotganda, yiliqi g'oyib xazinning shirin xiyoli bilan band bo'lib ketdi-da, to'nning qo'ltiqini haddidan ziyoda o'yib tashlaganligini zodila sezmay qoldi. Ish buzildi. Shu hamon Hoshir Tayjining rahimsizligini, hatto o'ltirib qo'yishdan yonmaydiganligini o'ylab, hojatga chiqish bahonasi bilan o'rdidan qochib chiqdi. Shahar atrofida yoshirinib yurish bilan qutulolmaydiganligini bilib, uyigimi yo'liqmay yiroq yezlarda bir necha kun jon saqladi. Biroq Hoshir Tayjining yasovullarga uchrab qolishdan qo'rqib, yezilardami turmay tog' tarafga yo'l soldi. O'tgan yili yoz kunlari Temir xalta qo'zg'olonga tayyorlik ko'rib, tog'-tog' kezib yurganda, Xotunton tog'laridagi bir molchining uyida uning bilan tanishib qoldi. To'xtaxon Temir xalpining gap so'zidan uning nima odam ekanligini bayqab, o'zining butun sarguzashtini aytib berdi. Temir xalpa uning Vang xo'jalariga o'chtikini bilib, uningga o'z maqsadini ochiq aytdi. U Temir xalpiga qasamyod qilib qo'l berdi. Shundoq qilib, Saypon To'xti Temir xalpining sepiga dastlab qo'shilgan kishilarning biri sifatida asta-asta qo'zg'olon rahbarlarining qatoriga o'tib qolgan edi. U qo'zg'olon rahbarlari orasidagi ish taqsimotida o'z talabi bo'yicha orqisab ishlariga mas'ul bo'lgan kundan buyon tushida ayon bo'lgan yiliqi g'oyib xazinaga endi erishganligini his qilishga boshladi. Chunki burun Shamaqsutning bo'lib, endi qo'zg'olonchilarning umumiy mulkiga aylangan necha yuz ming chorva mol uning ixtiyorida edi. Qo'zg'olon oxirgi g'alabaga erishmay turib, u hilitilla mushu boyliqni kelajakda qanday taqsim qilish ko'yiga tushib qoldi. Uning nazarida qurol yaroqlarmi kelajakda o'zaro taqsim qilinadigan boyliq edi. Shunga Temir xalpining turpan qo'zg'olonchilariga qurol yaroq avatish degan fikriga qarshi chiqdi. Qo'zg'olon rahbarlari Saypon To'xtining qarshiligiga qaramay, turpan qo'zg'olonchilariga 80 tal miltiq, 1000 tal o'q berdigan bo'ldi. Bu sovg'atlarni turpanga yetkazishga yordamlashish uchun Temir xalpining enisi Shokir bilan To'rpaq o'z xo'ja Ahmad belgilandi. Andin Temir xalpa turpan qo'zg'olonchilariga salomnoma yozdirmoqchi bo'lib, Oxun qorini chaqirdi va uningga maqsadni tushuntirdi. Men yozsam, qog'ifida kezib qo'yman. O'zlar madrasada o'rgangan hunarlarni bir ko'rsatsalar-chi. Oxun qori adab bilan o'ltirib, qo'mish qalamni xo'dan qog'ozi ustida asta mangdirishga boshladi. Voy, qora xonim, so'lqa ishkan-a? dedi qora bo'suq. Temir xalpimi uning xatni so'l qo'li bilan qiynalib yezayotganini va qurlarning qing'ir-sing'ir chiqayotganini ko'rib bir oz hayron bo'ldi.
Ahun qari xatning kirish qismini yezib bo'lib, Tömürga qaradi. Xatning qolgan qismi Tömür xalqining og'zidan chiqqani bo'yicha yezilib, mono qurlar bilan oyoqlashdi. Puhralarning daryo oqqan ko'z yoshlariga tog'larni erib ketar edi. Ammo Vang'o'jilarning ko'ngli qora toshdanmi qattiq ekan. Biz shuni bilib qo'limizga tig' oldik. Bizni Vang'o'jilarning zulmidan ko'z yoshlarimiz emas, qo'limizdagi qo'ral yara qutqizganligiga ishondik. Sizlarni shunday qilsizlar. Ilohim hammamizga texmi ko'p nusrat ato qilsin. Amin. Atsi turpanliq mehmonlar bilan shakirlar miltiq, o'qlar yuklangan otlarni yetilab yo'lga chiqdi. Tömür xalqlar shaharga qandoq va qachon hujum qilish to'g'risida o'ylanayotganda yana boshqacha bir ahvol yuz berib qoldi. 17-bob suiqasd. Kimda bor bo'lsa bir yomon odat. Qasdsiz undan bo'lg'isi sodir. Nashtar urg'usi chayon toshqa. Gerçi hergiz ana emas qodir. Kalila dimnadin ilingan. Üstilab kelgan shiddatli zarbalar ojiz Shomaqsutni yiqitib qo'ydi. U endi o'zining xas hujrasida oltin bilan hal berilgan yiliqi naqshli karvatda uzun gavdisi bilan sumaylanib o'ngdisiga yotadi. Uning oqsiriq kelgan yuzi tomdek totirib, kishilarga dahshat soladigan chiqir ko'zlari yerim yumuq edi. Isitmasi birdam o'rlab, birdam yenib, peshonasidan tar qurimaydi. Pat-patli jo'yilib, allaqandoq bir nimalarni deb varqiraydi. Orda hukmonlardan eshib, Ambol Beyvinchov avatgan Tianjinlik mashhur tevib tayyorlagan turlik tuman dori sharbatlarni kor qilmadi. Qari qo'yning terisiga elishib baqdi. Qirqilmagan ko'k o'g'loqni qon qilishib ko'rdi. Baxshimi o'qib baqdi. Dag'anmi cho'qib baqdi. Hech qaysi foyda qilmadi. Necha o'nlagan qo'y kalalar so'yilib, masjid xonaqalarda duo takbirlar o'tkazildi. Uvays a'lam boshliq o'limalar Chingan hocam hazratlariga shifohlik tilayli deb qoniga yer to'lg'idek varqirab, jamoatni yuzlarcha qitim qo'l ko'targizdi. Lekin bumi kor qilmadi. Shomaqsut bo'lsa 5 kundan buyon bir xilda yotadi. U chiqir ko'zlarini yumib uyquga boy desala, tushiga allaqandoq narsalar kirib, quliqiga qandoqdir dahshatli nidolar anglangan bo'ladi-da, yana cho'chib uyg'onadi. Mana sepil darvozasiga esilgan qonliq boshlar qafasdan chiqib, uning oldiga do'milinib kelmaydi. Qabrlar yerilib, oppoq kepan kiygan boshsiz tallar uningga qarab yugurmaydi. Bu nima degan vaqala? Bu nima degan dahshatli manzara? Mana oqsoqolliq Noshirvon Tayji, Hoshir Tayji bilan Qoziba xo'jaga qarab, "Nima? Sizlar yana bir torpaq yig'iliqi qopsin demoqchimi?" deb varqiramoqda. U qachondir bir chaqlarda "Aqilti yomon bo'lgan podshohdan, aqilti xayrlik bo'lgan gadoy yaxshi" degan edi. Uning bu so'zlari rost chiqib qolamdi nima? Endi o'zimi yo'q, so'zimi yo'q. Eliqi kichikkina qarshishini nemishqa oldirib bergandir. Uni ishmagan bo'lsa, ishkanimi jiqroq ko'ngli og'rigandir. Ulug' joylarga berib, qarg'ab kesdi texi. Ana, sharq tarafdan yiliqi yo'g'on ajdaho yana g'arqirab uchib keldi-da, Shingshingsha tog'larining beshiga qo'nib olib, uch yetishga boshladi. Qora bo'ron ko'tarilib, o'rdining egiz ravqini o'rib tashladi. U bir qo'li bilan Shomaqsutni gilidan siqib oldiga tortdi. Yanglari turilgan bir qora soqolli kishi yog'ochchilar ishlatadigan o'tkir paltoni ko'tarib keldi. Endi u yolg'iz emas edi. Uning keynidan nihoyatda nurg'un olomon qiyoqas cho'qon bilan kelayotdi.
Ularning orasida ko'krigidan qip-qizil qon eqiyotgan bir parizod. Yo'q. Parizoddan xushxo'yroq gul qiz yilqi qora soqolli kishiga Shomaqsutni ishora qilib ko'rsatdi. Shomaqsut uningdan qochaman deb cho'nqur o'rakka yiqilib tushdi. O'rakda qonga milangan Yishingfu qismoq ko'zlarini olaytib, "Ha, senmi keldingmi?" deydi. "Ya Allah. Bu nima karomat? Kechimi shundoq, kunduzmi shundoq? Bu nima o'zi? Tushmi, xiyolmi?" Buni Shomaqsut o'zini bilmaydi. U bir kuni kimdir birining oppoq shoyi yog'liq bilan peshonasini surtayotganligini sezdi. Yog'liq tutgan qo'lmu xuddi shoyidek oq va siliq edi. Uning qo'liga bir ayol kishining tonish ovozi anglandi. Chindan hocamning bu kasalligimi yosh qizlar to'g'ri bo'lmamdikin. Hukm ala shu to'rini endi berib baqsa bo'ptikan. Dedi Pujang og'icha Oysa opaqqa pichirlab. Oysa opaq beshini egib jim o'ltirdi. Shomaqsut shuningdan keyin yana nimalar bo'lganligini sezolmadi. U yetib qolgandan buyon Pujang og'icha har kuni bir ishga qaytim yo'qlab kiradi. U kirgan chaqlarda bu hujrda erkak jins qolmay, hatto Tursha tug'ubigi bilan o'rda teviblarimi ko'zdan g'oyib bo'lishi kerak edi. Odatda bo'lsa, Hoshir Tayji va Qoziba xo'ja teviblar bilan birlikda navbatchilik qiladi. Bugun Hoshir Tayji o'ziga navbatchilik kelgan soatda o'rda tevibini yana tomir tutishga buyurdi. Tevib tomirning bo'shib qolganligini aytdi. Hoshir Tayji xiyolga cho'mdi. Ajalning navbati yo'q. Mubada bir ish bo'lib qolsa, bu odam o'ltirgan taxt apyonkash nazarga qoladi. Chunki u allaqachon taxt vorisi deb e'lon qilingan. U chaqda mening holim nim bo'ldi? Uning ustiga ambalning aytishicha, tog'dagi o'g'rilar taltoks Nusrat qozinib ketgan taqdirdimi? Bejondagi yangi hukumat Qumulvonlik saltanatini hamon saqlab qolgandek turdi. Yaxshi kunning yamanida apyonkash nazar jamoat surishtirib, Pultoy ko'z Qozibek xo'jini tayji qilaman deb turib olsa, qanday qilg'iliq? Bu cho'rgilab turgan palakka nima degili bo'lsin? To'xta. O'rdakning go'shini yeysang, g'ozning piydi bo'l debdikan. Suv kelmasda to'g'on tutish lozim. Hoshir Tayji shu xiyollar bilan o'ltirganda Qoziba xo'ja kirib keldi. Ikkisi pichirlashib esanlik so'rashdida Hoshir Tayji hujradan chiqdi. U navkarlarning himoyasida o'z o'rdasiga ketib o'tib, yana shu xiyolni davomlashtirdi. Axir Nasarni qo'lga keltirishning bir amalini topdi va navkarlarning birini Uvays aqlamni darhol chaqirib kelishga buyurdi. Hoshir Tayji taxt vorisi bo'lgan Nazarning xulq mijozini nihoyat yaxshi biladi. Uni xushal qilib, o'ziga tortishning eng yaxshi chorasi biror go'zal qizni uningga sovg'at qilish edi. Dal shu kunlarda Nuruz Damulla Koni beglarning avlodlaridan O'shirbek degan kishi bilan qudi tushib, uning qizi Qoriko'z Oylani kenji o'g'liga elib bergan edi. Ular qudilishdan burun Hoshir Tayji bu qizni o'z o'g'liga so'ratganda, O'shirbek elchilarga: "Ota bovam beg bo'lgan bilan o'zim hozir udulliq kun kechirayotgan bir puhraman. Biz qanday qilib Tayjibek hojamning loyiqi bo'la olamiz?" deb bu taklifni rad qilgan edi. Hoshir Tayji mushu ishlarni eslab, o'zining topgan hiyilasidan mamnun bo'lgan holda mundaq o'yladi. Xalqlar bir dangalda ikki paxtak so'qsa, men bir dangalda uch paxtak so'qadigan bo'ldim. Birinchi, Ho'shirbekdan o'chimni olaman. Ikkinchi, raqibim Noshirvonning do'sti Nuruz Damollini dag'da qo'yaman. Uchinchi, eng muhimi, bu chiroyli qizni Nazar xo'jaga to'g'rilab berib, uni rozi qilaman-da. Qazara. U vaqliqqa o'ltirib qolsa, Tayjibeklik martabamni saqlab qolaman.
Ay, tunda kerak. Aql kunda degan mana shu. Oshir Tayjining ozodi mehmonxonasida qizg'in parang boshlandi. Uvays A'lam har bir gapga diqqat bilan quloq soladi. Tayji Shah Maqsudning ahvolini o'zi ko'rgandinmi yomonroq qilib aytgandan keyin mundaq deb ta'kidladi. Xotir sheriflarda bo'lsa kerak ekan. No'riz degan yalang oyoq Qashqar madrasalarida o'qib domili bo'lib kelganda Shahzoda Xo'jam texi yosh bola edi. Eliqin Noshirvan Tayji Chingan Xo'jamning quliqini burab, No'riz domilini Shahzoda Xo'jamga ustoz qildirgan. O har kuni o'rdiq kelib, Shahzoda Xo'jamga bir zaman dars bergan. Yuqorida bayon qilganimdek, taqdir qozoning soati yetib, Chingan Xo'jam ajal sharbatini ichib qolsa, ilohim, hargiz undoq bo'lmag'ay. Men demakchi, Shahzoda Xo'jam albatta vangliq taxtga o'ltirdi. Qazara. No'riz domilla Qashqar madrasalarida o'rgangan zabon darozligi bilan Shahzoda Xo'jamning beshini qaydirib, uni o'ziga ram qilib olsa, Shahzoda Xo'jam bu kishi mening og'zimga ilm solgan deb, ko'ni ustoziga moyil bo'lib qolsa, silacho. Janoblarning aqlamlik muhrlari egisiga vafo qilarmi? Uvays A'lam qattiq uyqudan cho'chib uyg'ongan kishidek andikib ketdi. Qur'ondan savoda bo'lgan musulmonlar biror ig'ir ahvolga duch kelganda o'qiydigan la havla va la quvvata degan oyatni o'qib yoqsini tutdi. Tayji o'z sehrining qanchalik ta'sir qilganligidan mamnun bo'lib yana so'radi. Xo'sh, xonim, u chaqda qanday qilguliq? Haq subhana va taolo Tayjibek Xo'jamning umrini uzun, davlatlarni puzun qilg'ay. Pekarlarning g'imini yab, shuncha otidarchilik qilganlarga bir ikki kalima so'z bilan minnatdorlik izhor qilishga tilim ojizdir. Azbirayi Xudo. Faqat janoblarning aql donish va tadbir farmoyishlariga pekarlari muntazirman, dedi Uvays A'lam bechoralik bilan. Bu ishning eng yaxshi tadbiri hozirdan boshlab Shahzoda Xo'jamning ko'nglini elib turishdan iborat. Bu ish janoblarga hech qancha tas emas. Xo'sh, ilohim aytqanlari kelsin. Shahzoda Xo'jamning xizmatidagi eliqi dok oppoq bilan qushnochim berishga chiqlamdi. Egichi singildek o'tishidi. Undoq bo'lsa, dedi Tayji Uvays A'lamga yaqinroq surilib. Uvays A'lam bo'ynini so'zdi. Tayji uning qulqiga bir nimalarni pichirladi. Shu oqshimi gugum tushganda, oq qechir qo'shilgan chiroyli bejing mapisi kelib, No'riz domilining darvozasi oldida to'xtadi. Mapikash bir dok mo'mayni mapidan yo'lab tushirdi. No'riz domilla va uning bola chaqalari qutulg'usiz bir balo qazoning yetib kelganligini sezib, hammasining yuragi dukullashga boshladi. Iloj qancha? No'riz domilining ayoli yiliqi dokni mehmonxonaga boshlashga majbur bo'ldi. No'riz domilla qora chiroq bilan yo'rtilgan dalonda turib, mehmonxonaning qiya ochiq eshigidan o'z ayolining munu gaplarini angladi. Shahzoda Xo'jamning kelin qizimni mashrabga chillig'iniga minglarcha rahmat ta'zim. Kelin qizimiz sog' bo'lgan bo'lsa-da, ming muroddan borar edi. Bechora 3 kundan buyon o'rin tutib yetibdi. Midirlig'idek majoli yo'q. Qani, men bir ko'raychu. Qori ko'z ayla rostilla tovi yo'q bo'lib, o'z hujrasida yotadi. Dok ketgandan keyin hammaylan nasihatlashib, uni shahardan bir necha chaqirim yiroqlikdagi Rohat bog' degan yezada yashaydigan bir tuqqanining uyiga yo'shirib qo'ymoqchi bo'lishdi. Bu gap atsili o'rinda oldi. Biroq buning bilan ish tugimadi. 2 kun o'tib, yiliqi dok yana keldi. Damollaning ayoli qizining texi o'ngshilib ketmaganligini va havolantirish uchun yeziga opirib qo'yganligini aytib, o'zra haqliq so'radi. 'Biroq buning bilan ish tugimadi.
Bir kuni Nuriz Damulla o'z odati bo'yicha namoz bomdoddan keyin ozroq mashq qilib olib, oppoq kiygi silingan yo'riq darsxonaga kirdi. Darsxonada 30 talib o'tiradi. Bugungi dars Fors tili grammatikasining davomi edi. Damulla so'zlab o'tib, Shavq Gulistondan bir hikoyani misol uchun naql keltirdi. Insofsiz podshohlardan biri taqvodor bir ibodat qilg'uchidan ibodatlarning qaysi hammadan afzalroq deb so'rabdi. Sening uchun kun tush bo'g'icha uxlash hammadan yaxshi ibodatdir. Shu muddat ichida xalq olimni ranjitish imkoniyatidan mahrum qolasan deb javob beribdi obid. Taliblarning biri o'rnidan turib, ruxsat bo'lsa bir savolim bor edi. Ruxsat. Qadimdan buyon jabr zulm shundoq ko'pmidi? Damulla birdam sukutdan keyin yiliqi talibni yiniga chaqirib, Shayx Sa'dining yana bir kitobi Bo'stonning bir yerini ochdi. Mavi hikoyatni o'qib tarjima qiling. Talib bir yandan o'qib, bir yandan tarjima qildi. Damulla talibning tarjimasidagi nuqsonlarni tuzib turdi. Bu hikoya mundaq edi. Noshirvan Adil shikarga chiqqan joyida uning uchun bir kiyikni kavob qilib berishga to'g'ri keldi. Tuz yo'q edi. Noshirvan bir qulni qishloqqa berib, tuz tepib kel. Ammo tuzni bahosi bilan ol. Toki pul bermay tuz ilish bir odat bo'lib qilib, qishloq ahli xarob bo'lmasin deb buyurdi. Noshirvanning odamlari bir o'chim tuz olmoqlik bilan qishloqqa nima ziyon yetadi dedi. Noshirvan aytdi. Zulmning turlari avval jahonda oz edi. Keyin kelganlarning har biri zulmning xillarni ko'paytirdi va oxir bu darajaga yetdi. Darsxona shu qadar jimjit ediki, Nuriz Damullaning ig'ir nafas elayotganligi yenidagilarga anglanib turadi. Shu chaqda kimdir birining peshayvondan yugurib kelayotgan oyoq tovushi anglandi. Ko'zni yumib ochqicha darsxona eshigida Nuriz Damullaning o'g'li paydo bo'ldi. Uning rangi o'chib, lavlari titraydi. Damulla darhol uning yiniga keldi. Ma'lum bo'ldiki, Qoriko'z ayla bugun tong saharda hojatga chiqqan yerdan g'oyib bo'lganmish. Nuriz Damullani taliblar aran yo'lib oldi. 2 kungacha hech yerdan qizining deriga chiqmadi. 3-kuni tong saharda Nuriz Damulla bomdod namoziga minib darvozani ochganda, Qoriko'z aylaning jasadi bu so'g'ida yotadi. Uning bosh ko'zlari yerilgan, qo'rsig'i kupda ko'pib ketgan. Kiyim-kechaklari butunlay ho'l edi. Ko'rinishidan bu marhuma iffat nungsini saqlash uchun o'zini quduqqa tashlagan bo'lsa kerak. Bu cho'qim Aşı iflas, yönkeş mezarının işi. Qizning ota-onasi bilan Damulla oilasi bu aytqusiz ig'ir musibat kunlarini o'tkazib bo'lib, Shah Maqsudga arz yozdi. Arz xatda doktorlarning harakatlari dalil qilinib, qotilning kim ekanligi aniq ko'rsatilgan edi. Hoshir Tayji arz xatni topshirib olish bilan Əmdi nəzər digən əpçümkəş minin alqınımda. Təcibəklik mənsibim ömür baqi manlıyımda boludu. Dəb, xuddi gühər tepib olğandək terisiga patmay ketdi. Haqiqatan mu, uning bu qitimqi suiqasdi xiyol qilg'inidan ortiqroq önüm berdi. Chunki kimki nazarning qilmish atmishlarga chidamay o'rdiga ar sunib qolsa, Shah Maqsud Şunç xalq patqan şəhərgə mening bir dal oğlum patmabdımı? Dəb qattiq kayib ar sunğuchidan cho'qim o'ch oladi. Shunga Xo'sh, Damollam janoblari, endi o paymonlari to'shqandi. Bugun Zoda Hoshir Tayjining qilgan ishi 10 keladigan kun o'xshaydi. U bayiq o'xshalliqlarini ichiga sig'dirolmay turganda, Temur xalqining naq ahvoli, muhim kishilari, qurol yaroqlarining turi va taxminiy soni, shahar yezilardan Temur xalqlariga
Açlıq və başqa kerakli narsalarni chiqarib berayotgan 20 dek kishining nomi yozilgan bir parcha maxfiy xat uning qo'liga tegdi. Xat nihoyatda chiroyli yozilgan bo'lib, oxirida temir xalplarning shaharga hujum qilishga tayyorlanayotganligini eskartib qo'yilgan. Xatga Seg'izxon degan imzo qo'yilgan edi. Biroq Hoshir Tayji xatning oxiridagi shaharga hujum degan so'zlarni o'qib, o'rnida o'tirolmay qoldi. Darhol Shamaqsutning hujrasiga kirmoqchi bo'lib turganda, Ambol Bayvinchovning muhim ish bilan kelganligidan xabar topdi-da, uni izzat ikrom bilan Shamaqsutning qishig'i boshlab kirdi. Bayvinchov Shamaqsutga xush xabar yetkazdi. O'rimchidan nurg'un qo'shin kelyapti. Bu xabar Shamaqsutga jon beg'ishlagandek, u yerim yumuq ko'zlarini yo'g'on ichib Ambolga qaradi. Uning qo'lini tutib o'ziga tortdi. Xudoga shukr, kasalga do'rimi tepildi, deb o'yladi Hoshir Tayji. 18-bob 3 otliqning jasorati. Qahramonlarning jarangliq sadolari anglanayotganda, Hofiz Naqsining nima keragi bor? Ot jangga chepib ketayotganda, men qanday qilib chemanlikda yota olayman? Fars shoiri Ibrohim Muntasir. O'rimchi tarafdan nurg'un cherik kelayotganligi rost edi. Temir xalplarmi buningdan xabar tepib, shaharga hujum qilish planini kechiktirishga majbur bo'ldi. Endi ular qanday qilish kerak degan masala ustida bosh qotirib o'tirdi. Hammadan avval bu kelayotgan cheriklarning ahvolini aniq uqsaq obdan bo'lar edi, dedi temir xalpa. Men uqib kelay, dedi Omonqul. O'zing yolg'izlik qilasan, oz deganda 3 kishi beringlar. Shu gapdan keyin Omonqul ansori bilan yana bir yigitni tanlab oldi. Qo'yib qoshlarining ostidagi bir jup ko'zi o'tdek chaqnab turadigan boshqa bir yigit menmi borsam deb qattiq yolvorishga boshladi. Axir Omonqul yilqi yigitning o'rniga mushi yigitni elib eng yaxshi otlar bilan shu kunili yo'lga chiqdi. Bu yigit temir xalpi yig'ilqidan 19 yil keyin, ya'ni 1931-yili Qumul tog'laridan boshlanib, butun Shinjang zaminiga kengayish bilan shu chaqdagi istibdod Jinshurin hokimiyatini og'dirib tashlagan dehqonlar qo'zg'olonining mashhur yo'lboshchilaridan Xo'ja Niyoz hoji edi. O chaqlarda u amdili 22 yoshga kirgan. Texi hoji bo'lmagan. O'zining yurti Taratu degan tog'da ovchilik qilib yurgan bir yosh margan edi. Dadisi Emin Niyoz bu o'g'lining qo'rqimsiz, qaysar va emgakchanligidan xush bo'lsa-mu, ba'zi qiliqlaridan ranjib qoladi. Chunki u oson gapga kirmaydi. Desala qarimiltiqini esi bilib, egiz tog' va qo'yuq qarg'ayliqlar ichiga kirib ketadi-da, Xonjuga va Bukturmisi tulki bo'ri terilari bilan to'shmog'icha uyiga qaytmaydi. Shundoq chaqlarda dadisi koyib, "Ey, och yalang'och qilyapamsa, seningdan andish qilib o'laydi doq", deb varqirasa, "Har kim o'z rizqini o'z tepib yegan yaxshi", deydi Xo'ja Niyoz. Bir kuni, to'xtab tur. Men seni shaharga opirib domollamga tutibamsam", deb qattiq koyidi buvay. Sensa meni endi kaltakchi mollam qilaydamsan. O'lsam bormayman. Bo'libmi, o'lish yili bo'lgan bir vaqa buvayni qattiq ranjitdi. Shamaqsutning sanoqchi beylari bilan kelgan yasovullarning biri Yevzol degan molchi buvayni kelidan siqib urayotganda Xo'ja Niyoz yugurib kelib, "O'zingdan ojizni shuncha oni topgan bormi?" deb yilqi yasovulni bir musht bilan o'rib o'tib, jidalni setib olgan. Emin Niyoz beglarning og'zini moylab yurib, oran qutulgan edi. Shuningdan buyon dadasi uning bilan gaplashmaydi. Temir xalplarning ko'shuta ig'zidagi g'albisi Shamaqsutni qancha beorom qilgan bo'lsa, xalqni shuncha ruhlantirib, kelgusidan umidvor qilgan. Shuningdan keyin taraf-tarafdan kelib, qo'zg'olonchilar sepiga qo'shiladiganlar kun sayin ko'payishga boshlagan edi. Shu qatorda Xo'ja Niyoz Palganmo 20 dak yigit bilan kelib qo'zg'olonchilarga qo'shilgan.
ov qilib yurgan tog'larda Omonqul bilan tanishib qolganligi uchun qo'zg'olonchilar setiga kirish bilan uni Omonqul o'z qismiga, ya'ni chorlug'uchilar qismiga qo'shib olgan edi. Shunday qilib, Omonqul o'z hamrohlari bilan otliq askarlarga xos qisqa miltiqlarini to'llarining ichiga tiqib olib, hech kimga ko'rinmay kecha-kunduz yo'l mangdi. Örümchidan keladigan yo'lni yiroqdan ko'zitib, Qumul shahrining g'arbidagi Ostona degan yurtdan o'tganda, qo'yiq chang-to'zonni ko'rib qoldi-da, yo'lga bir oz yiqilishib, otlarini qum barxanlari orasidagi qo'yiq yo'lg'un zarliqqa yo'shirib qo'ydi. O'zlari bo'lsa, atlik bir joyda dushmanni kuzatishga boshladi. Agri-bugri harbi yo'lida uzunga so'zilib mengayotgan qo'shin xuddi ov istab ketayotgan yo'g'on bir surlik yilonga o'xshab ketadi. Ularning ko'p qismi otliq bo'lib, otliqlar orasida ikkidan qechir qo'shgan 3 beyjang ma'bisi bor edi. Ehtimol bu ma'bilarda lashkar boshliqlari bo'lsa kerak. Ulardan keyin har birini 3 ot so'rigan 5 zambirak o'tdi. Quyruq qismida 3 dan ot qo'shilgan bir necha gudung harbi kelyapti. Cheriklarning ba'zilari harbilarni yoqlab yalang oyoq mang'atdi. Ba'zilari harbilarda o'gdab o'ltirdi. Omonqullar cheriklarni sanab o'ltirib, birarini qanday qilib tirik qo'lga tushirishning yo'lini o'ylab turganda, eng oxirgi harbining chaqi gudonga tushib ketib, harbining cho'tisi sunib ketdi. Harbidagilar miltiqlarini o'z joyiga qo'yib, hammasi yerga tushdi. Ular jami 5 kishi edi. Varangchurun qilgan ovozlar bilan oldidagi harbilarni to'xtadi. Bir otliq cherik yiliqi sho'tisi sungan harbining qishiga kelib, bir nimalarni deb varqirab qo'yib ketaverdi. Cheriklar otlarni chiqarib, harbining sho'tisi bilan hapilishga boshladi. Oldingi harbilar bir to'nglikdan o'tib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Omonqullar darhol otlarga mindida yo'lg'unlik qum barxanlari orasidan chiqib, to'ydirmasdan harbiga yiqillashdi va 10 necha qadam qolganda birdilla "Ko'tar qo'lingni!" deb miltiqlarni sharqlatdi. Boyatdan beri hech nimaga qaramay harbining sho'tisi bilan hapilishib turgan cheriklar cho'chib ketdi. Ba'zilari darhol qo'l ko'tardi. Ba'zilari yerga tizlandi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Bir qo'shqinini tilayman. Seni qo'yman. Ita. Bu yerda nima qilib yuribsan? Qo'yning tini oy beshida deb oy beshini saqlaymiz. Sen Temur aka, bakmo ig'ir odam jumbo. Alloh taolaning hikmatlari ko'p. Biz bandalar bu hikmatlarning sirini bilishga ojizlik qilamiz.